Menga dallol deydimi, nima deydi? Olib sotarlar deydimi? O'shalar telefon qilyapti. Yaqinda bo'layotgan holat. Baxtiyor deydi. O'zingni biznesing bor. Nima qilasan? Mayda-chuyda narsalarga aralashib. Jo'jani narxini nima unaqa sindirib yuborsan? Yonimizga kelishyapti, seni videoyingni ko'rsatishyapti. TikTokka qo'yar ekansan-u, deb aytishyapti. 15-20 kunlik jo'jalarni arzimagan narxga beryapsan deyishyapti-da. Ular endi qimmat sotishadi-da. Sabab nima unaqa arzon beraveraman? Kerak bo'lsa tekinga beraman dedim. Oldimga keladigan insonlar aksariyat aldangan bo'ladi. Bitta ayol keldilar, yaqinda 20 ta oldim deydilar. Ha, 20 mingdan 50 ta oldim deydilar, 1 million bo'ldi. Bir haftaga bormay hammasi bo'lib ketdi deydi. U mayli bolam deydilar. Ha, bitta odam keldi, tekshirib berdi. 80% xo'roz chiqdi deydi. Odamlar shunaqa bo'lib ketgan bo'ldi. Xudo xolisa, bundan ham narxini sindirib beraman. Kattalashtirib oling, mana shu fermani. Xudo xolisa hammamiz tamakiyimizni tozasidan yeymiz. Charchamanglar, joningiz sog' bo'lsin.